Yo'q, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan shu Behruz gapayim, ya'ni Issiqbek gapayim. Hop, bugun sizlar bilan Car Park o'yinida yaxshi grafika qilishni o'rganamiz. Hop, hozir menda Android, sizlarda iPhone bo'lsa, undan 2 barobar, 3 barobar yaxshi ishlayveradi. Hop, buning uchun telefonimiz kamida 60 FPS ochishi kerak. Qancha FPS ochishini o'sha bilib olish uchun o'sha Car Parkingda FPS ko'rsatadigan narsa bor. O'shani bilib olsanglar bo'ladi. Mana o'yinga kirdik. Birinchi o'rinda biz qiladigan ishimiz grafikani full qilamiz manidan. Telefoninglar ko'tarsa qilinglar maslahatim. Ko'tarmasa o'zi ko'tarmaydigan bitta grafika beraman. Non turibdi mayda. Mana shuni bosamiz. Mayda birinchisini bosamiz. Telefonda normalniy bitta grafika hosil bo'ladi. Shuni turib yaqinlashtirib, mayda change color degan narsa bor. Shuni bosib, sunni eng tepaga qilib, ambientni chapasroq qilib, sunni ham chapasroq qo'yamiz. Mana bizda normalniy bitta grafika hosil bo'ldi. Endi grafikani bundan ham kuchaytirish uchun bundoq qilib bilan blom yoqib qo'yamiz. Mashina vashchim qichib turadi mana. Bu normalniy bitta grafikani hozir kodi bo'ldi. Bundan ham yaxshi grafika qilish uchun настройкаdan change color mana bu bossanglar, bu takoy bitta mashinani takoy qilib beradigan, короче, grafika. Bu o'sha telefonning 60 FPS ko'tarsa, shunga qilinadigan grafika. Bundoq qilib, mana uni good qilib, hammasini o'rtaroqqa olib kelib, mana настройкаdan sunni chichamayroq qo'yib, mana mana olib kelib, ambientni ko'taramiz. Meni normalniy bitta grafika bu yerda ham hosil bo'ladi. Mana mashina takoy turibdi. Oddiy mana Car Parking bilan solishtirsanglar, ancha farq qiladi. Hop, bu yerdan chiqamiz. Hop, hozir birinchi darslik mana shu bo'ldi. Kamchilik bo'lsa uzr so'rayman. Kimga mana shu M2 yangi kerak bo'lsa, YouTube'da 30 ta, Instagramda 70 ta like qilib bersanglar, omadli obunachilik berib yuboraman. Bittasi YouTube'dan bo'lishi kerak, bittasi Instagramdan bo'lishi kerak. Mana 900 nima настройкаларgacha qilingan. Mana bilasizlar, sizlar bilan Behruz gapayim.